Xo'p, nima gap bolalar? Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Joninglar omonmi? O'tgan safar videoda aytgandim, kommentariya g'oliblarini aniqlaymiz deb aytib o'tib ketdim, lekin u video o'chib ketdi. O'zingizlar ko'rdinglar. Tak, danny moment shu videoga ham kommentariya yozib qoldiringlar. Albatta like bosib, keyingi videoda g'oliblarni aniqlaymiz. O'shaning uchun aktiv bo'lib turinglar. Tez orada normalniy rozыгрышlarni ham qilamiz. Xo'p, bitta nereal strategiya bor, hozir sizlarga shuni o'rgatmoqchiman. Xo'p, boshlanishidan olmay kiramiz, 250 dan o'ynab ko'ramiz. Tak. O'y, yomon emas. Foydamiz bor. U yoq bu yoq 300 mingdan oshiqroq foyda bor. Tak, minaga kiraylik mana bu joyda. Minadan ham примерно 150 ming, 200 ming so'm foyda qilsam bo'ldi, chiqib ketaman. Tak, уже сразу 180 minus. Tak, bitta bizga foyda beradi. So'ravni любой o'yin foyda beradi. Lishba biz vaqtida chiqib keta olsak bo'ldi shu o'yindan. 450 ming. Yo-mayo, nima qilib tashlayapti bu? 240 dan. Tak, bitta bosamiz. Xo'p, 590 900 ming. Bitta olamiz 1 million. Normalniy foydamiz bor. 3 milliondan oshiqroq balans ko'tarib oldik. Tak, endi men bunga kiramiz. Scratch kartdan 200 mingdan shu qilgan foydamizdan o'zi urib ko'raman. Bitta yo'q hech nima. O'y, 4 koeffitsient sразу bor. 4 koeffitsient bo'ladigan bo'lsa 800 ming yo'q foydamiz bor. Shuni 300 ming so'mdan 3 marta urib ko'raman. 6 yoki qaysidir koeffitsiyentni bersa, xohlagan koeffitsiyentini bersin faqat. Yo-mayo. O'y, yomon emas, yaxshi. Bitta. Xohlaganingni qo'shib qo'ygan. Voy, to'r bo'lsa ham rozi bo'laverardim. Nima qilyapsan? Qanday qo'shmaydi? To'rtta qiymat. Yomon emas, mayli, 4 koeffitsient 4 million 400 ming. Tak, bizni 1 million 400 ming so'm o'pshi foydamiz bor. 3 million so'm bilan pastga kelgan bo'lsam, o'shaning uchun 400 ming so'mdan bitta uraman, xohlaganini bersin, chiqib ketaman bundan. To'rga ham roziman. O, yaxshi. U yoq bu yog'ini aytganda 2,5 minutda ichida balansimni pastga 2x ko'tarib oldim. Bu yog'iga ko'pchilik aytayapti, men bu 98 koeffitsiyentda ham o'ynab ko'ring, iloji bo'lsa 98 koeffitsiyentda o'yinni chiqarib ko'ring deyapti. O'shaning uchun shu o'yinni ham o'ynab ko'ramiz. Tak, 40-80 ming so'm bilan men bu vampir kursi bosib ko'raman. Tak, что bitta ikkitalidan berib yuborsa zo'r bo'lardi. Yo'q bo'lsa men bu 5 lik skletchadan bitta tushib bersa asal ish bo'lardi. Xo'p, 10 marta urdik. Bizga пока что hech nima bermadi. 100 ga 160. 5 marta bosamiz. 1 2 3. Voy, haromi. 4, yaxshi. 2 million 700 ming. Bu yog'i 7 million so'mga balans ko'tarib oldik. Yomon emas. Tak, qaysi o'yin kirib ko'rsak bo'ladi. Padiyetnatga kiramiz. Padiyetnatdan bitta olsak zo'r bo'lardi. Menshi ko'proq men bu ikkita tosh bir xil chiqib qoladi-yu, shu vaqtda berib yuboradi. 7 ni. Tak, 4 2 4 mana. Pastki biz o'yinga kirganimizdan beri 7 bergani yo'q. O'shaning uchun davay 150 ming so'mdan urib ko'raman. Undan tashqari ikkita bir xil toshni ham berdi. Xo'p, 150, har 3 tada bitta ko'tarib ko'ramiz. 300, 1 2 3. Haromi, nima qilyapsan? Kirganimizdan beri umuman bergani yo'q. 1 million 700 ming. Tak, benchga bitta bosamiz. Yana ikkita bir xil 7. Yo-mayo. Shuda bitta ritmiga olib tushib olsa bu mont qilib o'ynaydi mana shunaqa. Haromi, oxirida beryapti. Bitta 7 ga. Bitta 7. Qo'shvor. Yaxshi, 7,5. Bitta beram ekan. Bitta qo'sh. Haromi. Yaxshi, 8 million 700 ming so'm. Ozgina azart bo'lib ketdi. Primer 5 minut ichida pastki 5 million so'mdan oshiqroq foyda qilib oldim. Yomon emas, bo'laveradi. Xo'p, kristalga kirib ko'ramiz. Kristalni boshlanishidan 50 mingdan uramiz. Если bizga mana 3 koeffitsient berib yuborsa ham hech bo'lmasa 150-200 ming so'm olamiz. Bitta, ikkita, 3ta, 4
bitta пока что 0.3 koeffitsient. Maydalab turganda, lekin bitta katta koeffitsient berib yuborish ehtimoli bor. Xo'p, bitta berib yuboramikin 10 koeffitsient zo'r bo'lardi lekin. Xo'p, agar shunda ham bermasa, yana bir marta bosaman, summani ko'taramiz. Tak, bo'ladi. 300 mingdan ko'tarib ko'ramiz. Bitta 5 koeffitsient yoki 10. Xo'p, yana 90 mana bu oqam o'ynadi. Bu ham 0.3, 180 ming pasti. Yarmini qaytarib berdi summani. Shu turishda 1 2 3 180 ming ekan bu ham. Haromi. Summani ko'targanimdan beri bitta zelyonni qo'sh. Yo-mayo, shunchadan zelyonni tushmadi tepadan bor-ku. Normalniy summa yeb qo'ydi bu. Qizil o'ynaydimi? O'ynamadi-da bu ham. Men bu liniyani bo'ldi tepadagi. Xo'p, yomon emas, mayli. 720 ming yo bu yog'i bitta bersa kerak, bir normalniy 5 koeffitsient bersa ham o'zimizni summani qaytaradi, xolos. Bu 450 ga bitta ko'taramiz. Tak, bitta. Oy, yaxshi. Paytida ko'taramiz bor-ku. Paytini bilibmiz. Ko'k. Tepadan ko'k liniya bo'l. Yomon emas. 2.600 ming. Zelyoni ham bor. Yana tushadimi? Ko'k. Tepadan tushmadi. Xo'p, pasti 10 million so'm. Yomon emas. Pasti 3x qilib oldik. Xo'p, mana bu 21 ga kiramiz. Xohlagan o'yininglar kiringlar. Foyda beradi, lekin vaqtida chiqib ketishni bilish kerak. Lyubo o'yindan 400 mingdan bitta uramiz. Agar bitta bersa, sirazi qochaman. 14 20 sirazi bormi? Yaxshi. 10 milliondan oshiroq. 400 ming foyda qilib oldim. Yomon emas. Yo bu yog'i 7 minut. Aytib o'taman, har doim bolalar, bizda videoni kesilgan, qirqilgan joylari bo'lmaydi. Обязательно. Undan tashqari, agarda ko'pchilik qiziqadigan bo'lsa, rostdan pul solib chiqarasizmi deydiganlar bo'lsa, обязательно Telegram orqali yozsanglar, o'zim ko'rsatib qo'yiraman, muammosi yo'q u narsalarni. Tak, qaysi o'yinda o'ynab ko'rsak bo'ladi? Mana bu Kelia klub. Shundan ham bitta olsam zo'r bo'lardi. 15 ga qadab olsam asal ish bo'lardi. 100 emas, 180, 210, 240, 270, 300. Ham buni bosib qo'ysam ham bo'laveradi-ku. 1 7 ta kartaga 2 3 4. Voy! 1 2 7 ta karta ko'proq chiqib beradi. 3 4 5 6. Yo-mayo, nima qilyapti bu? Miyani o'qiyaptimi bu? 3 4 20 ta kartagacha agar aylanadigan bo'lsa, по-моему, maksimum bo'lsa kerak. Men bu joyda karta открыто 20 ta deyapti-yu. 6 7 2,5 million olamiz. Pasti 1,5 million so'm bo'laveradi, yomon emas. Tak, foyda qilyapmiz. Har bir o'yindan foyda qilib chiqyapmiz. Pokerga kirib ko'ramiz. Tak, 100 emas, 200 dan bitta 5 ta bersa sirazi irg'iymiz. 2 3 4 5. Baga что buni bergisi yo'q. 20 mingdan uraylik-da. Bermaydi bu. 5 ta qo'l bermaydi. 5 tagacha bermadimi? Yo'g'iga aniq bermasligi. Tak. Xo'p, 5 tani o'tkazdik. 100, 200, 300 dan endi. Bitta 5 yoki 10. 10 da ber. Iltimos. Haromi, nima qilyapsan? 5 ta berib qo'yadi hozir, shuncha aylangandan keyin. 5. Voy yetim. Yo-mayo, вообще bermadi-yu bu o'yini. Haromi. 10. Bitta qo'shib yuboramikin 5 ta. 5. Oo, yo'qsin. Bo'lar ekan-u. Onasini ham son 16 pasti 10 minut. 10 minut ichida 3 million so'mmi? 16 million ko'tarib oldim. Ozgina oxirida ko'rdinglar, вообще bermadi. 2 marta tavakkal qilib ko'rdim, o'xshab berdi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. 16 ga ko'tarib oldim. Tak, Dice ga kirib ko'ramiz. Shundan ham primer 500 mingmi, 400 ming foyda qilib olsam bo'ldi. Menga yetadi. Tak, 400 ming so'mdan bitta boshidan. Tak, yutqizildik. Xo'p, o'zimizning summa yana yutdik. Tak, bitta qo'shaylik-da shunga.
Kakcha 450 ming qilib ko'ramiz. Bitta bersa qochdik. Voy. Yo-mayo, shuni xato qildingmi? 4. Yomon emas. Yo-mayo. 13. Tak, yana yutdik. Bitta qo'sh. 4 ga 4 nichiya. Yomon emas. Bo'ldi. 16 dan o'tkazib oldik. Pashtif bundan ham foydamizni qilib chiqdik. Xo'p, aylanib mana bu 98 koeffitsiyentli o'yin qani? Mana shunga kirib ko'ramiz. Anu boru kelgan. Anu bilsanglar. Tak, anu o'liga nima tepadigan o'yin boru, bir-biriga chiqaradigan futbol. Nima edi nomi? Nomi ham esimdan chiqib qoldi. Jala hozir ko'rsatib qo'yaman. Shu mana shu o'yinda. Tak, 5 koeffitsiyent. Yo-mayo, 83 dan teparoq chiqmaysan, mensh. Tak 2 marta yedi bizni. Voy! 251. Yaxshi, 620. Bitta shuni ber. Yo'q, уже tez aylandimi, bo'ldi, pishdi degani bu. Так, нечётные. Voy! Oy, yaxshi. 6 koeffitsiyent berdi hozir, ko'rdinglarmi? 350 ming bitta ko'taraman. Xohlaganim olaman, chiqib ketaman, mensh. Yo-mayo. Voy, haromi. Bo'lshi. Bitta bor. 17 ko'targanda o'tib ketsam ham bo'laverardi. Yaxshi. 17600. Bitta ber shuni bo'lshi. Voy, harom. Xatoda bu joyda 12 koeffitsiyentni bosish. Xato edi u. 251. Voy, yetdim. Yaxshi. 14 koeffitsiyent tushadik. Bo'laveradi. 19 ga ko'tarib oldik. Haromi, bo'lar ekan u. Miya ozgina dam oldi, bildinglar, ancha vaqtdan beri bunaqa o'yinlar, boshqa narsalar o'ynamay qo'ydim. O'shaning uchun har bitta o'yindan foydani qilyapmiz. Sirazi qochyapmiz. Tak, qaysi o'yinda aytdim men bilay. Ham bitta edi, ko'rsataman dedim hozir. Tak. Qani edi? Ana, nima ko'r. Ham lucky kartam zo'r, lekin shu o'yindan ham foyda qilsa bo'ladi. Tak, 350 mingni uramiz. Qizil. Tak, qora berdimi? Shuni 700 ga ko'taramiz deb qorani bosamiz. Yaxshi. Shu turishda yana bitta qora. Bitta chiqdimi, chiqaveradi podrядga. Вообще asal 20 million. Foydani qildik, surdik sirazi o'yindan. Men buni aytdim, mundialida nomi esimdan chiqib qopti jala boru. Shu o'yindan ham foyda qilsa bo'laveradi. Men bu yesli 56 koeffitsiyent tushadigan bo'lsa, o'zim ko'p tushaganman, даже videolarda ham tushaganman. Agar shu 56 koeffitsiyent tushadigan bo'lsa, bu 100 ta free spin ham beradi. Bizga qochamiz. Bo'ldi, bo'lar. 1 milliondan oshiqroq. Bu yo'q 700 foydani qildik. Oxirgi bizni konsovka shansimiz. Mana bu scratch kart 450 dan bitta uraylik, 10 da bergin. 15 ga ham rozi edim bu joyda bor. Yetdim. Cho'ta ana kunga 50 dan kelgan bu o'yin bermay qo'ydi. 4. Bitta 10 da bo'lsa ham, 20 ni bo'lsa ham xohlaganingni ber, yesli kattaroq bo'lsin, iltimos. Shu kattarog'ini ushayman deb turib monta bo'lib ketdim. 2 dan boshqa bermadi bu. Даже 6 ni ham berib qo'ymadi-yu. Misqollab terganimni mont qildim. Misqollab terdim ko'tarib. Voy, haromi. Yaxshi, 8. Shuni ertaroq berganingda sirazi qochardim. Ko'tarib ko'ramiz. Voy, yetdim. Bitta 8 ham tushmaysanmi? Ikkita tomonga ham. Voy, 30. Ikkidan boshqa bergin. 15 ga ham roziman. Shu joyga boru 20 ga вообще asal. 2
Bitta qo'sh. Iltimos. Voy haromi. 6. Yana qo'shadimi? 2 bo'lsa ham 2 so'raydigan bo'lib qoldim. 4. 20 pulimni qaytarib ber, chiqib ketaman. Jaqqa javob. Pulimni qaytarib bergin. Iltimos faqat. Ey, 6 ham 4 ham yo'q, 8 berganda hozir pulimiz qaytardi. Shuni bermadi bu itam. Itku bu, it. 2 dan boshqa ber, iltimos. Даже 8 koeffitsient ham yo'q. Men burchak-machaga chiqib berganda ham bo'lardi bu. 20 ni вообще bermay qo'ydi bizga. Xo'p, 6 koeffitsient. 2 bor. Хотя бы mayli, 2 bo'lsa ham berib turgin. Pustoy ketgandan ko'ra 2 bo'lsa ham olib turganimiz yaxshi. Haromilik qildi. Vay. Qo'shmaydi-da, mana shunaqa bir ezib o'ynaydi bu. Ezib o'ynasa keyin bu yoqda odamda asabi buzilib qoladi. 2 beryapti, shuncha yeb turib. Voy, yetdim. 8. Shuni ertaroq bermaysanmi? Lekin bitta qo'shib yoradi-yu. Buncha ezgandan keyin bitta qo'shishi ham kerak-da. Xohlasa bittada yeydi-yu bu. Umuman bermasdan yeb qo'radi, lekin bu eziyaptimi? Bitta bergisi bor buni. Voy, haromi. Ezdi bor bu, g'irt ezdi. Yo, ko'rganim 8 bo'ldi bugun, 20-30 emas, даже 15 ni ham ko'rganim yo'q. 2. 2 ni ham bir marta 10 martada bitta beryapti. Yana 2. Voy, haromi. Enasiniki kirdimi yana? Bir chiroyli o'ynab turuvdik. 2. 30 berib yuborsang bo'lmaydimi? Voy, yetdim. To'rt koeffitsiyentmi? Mayli. 2 bitta qo'shib yuborgin. 32 ta tushyapsan, 22 ta tushyapsan. Неужели shuncha aylanib bitta qo'shib yubormaydi? Qanaqasiga? Voy, haromi. Xullas enasinki tiqdi bu. 4 koeffitsient. Неужели 5 ta pushkadan bitta liniya bo'lmaysan? Qanday bu? 2 4. Hatya 6 bo'lmaganini qaranglar. 2. Yana 2. Yo. Voy, haromi, bu 7. 4. Oxiridagi summaga beryapti. Harom bo'ldi bu. Bo'ldi, tugatdi. Shuncha aylantirdi. Epladi xullas, tugatdi bu. Tak hozir bu joyga 30 bersa qutqaradi xolos. 30 dan boshqasi bizni qutqarmaydi. Даже 15 bersa ham o'zimizni summaga ham qaytmaydi shunda ham. Fa endi tugadik xullas. Mayli, onasini emsin. Bugungi kun ham minus. Shunaqa och ko'zlik qilsa mana shunaqa yeb qo'yiladi. Mana 20 millionga ko'tardik, 3 milliondan. Ozgina nafsim ochlik qilib mana shu haromiga yana kirib oldim, yeb qo'ydim. Xo'p bolalar, mayli, buni bu yog'iga depozit qilib solib o'ynash xato. Chista machaga dam olamiz. Bu yangi kanalimiz. Обязательно buni bo'lib qo'yinglar agarda yangi ko'rib turganlar bo'ladigan bo'lsa. Xo'p, hammalarga rahmat. Videoni shu joyda yakunlayman.
Pashti 20 million ko'tardik, lekin oqib qo'ydim. Kechagi yutganimizni pashti yarmini qaytarib berib qo'ydim. Xullas shunaqa narsa bo'lyapti-da. Yutyapman, onasiga ham yana qaytarib berib qo'yaman yarmini. Videoni shu joyda yakunlaymiz. Hammalarga rahmat. Podpishka qilib, like bosishni esdan chiqarmanglar. Xayr, sog' bo'lasiz.